Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga olinib, Belqut to'g'rida anlatildi. Tong sahar. Bombadan yongan Mirza Idrisbek xos hujurasiga kirib, jo'zdandan ustdek oq patliq xotin qog'ozni oldida olqanchalik cho'nglikdan yirtib olib, nafis ishlangan yog'och qalamni siyohtanga melab turib, bir oz o'yinib olgandan keyin tavandagi qo'llarni yozdi. Tunigun Ostondan 7 nafar chorbozchi aziz mehmon Qashqar tomon yurib ketdi. İmkoniyatning bericha Yenisor yoki Yopchanda kutib olg'aylar. Sadoqatman murtlari g'oyib yulduzdi. Mirza Idrisbek xatni yezib bo'lgandan keyin xatning siyoh qurg'icha bir oz saqlab turdi. Ondan xatni quyun yanchug'iga silib, tashqirqi hovlisining boqqa tutash temiga silingan otxonasining ustiga cho'ti orqali chiqdi. Üste kaptarxona edi. U uydek yo'g'onliqdagi qoma orqali kaptarxonaning ichkariga kirdi. U yerda ayrim beqilayotgan ikki jup kaptar orasidan bo'y basti xilili yo'g'on, poq ko'zlik kaptarni tutib sirtqa chiqdi. Va qo'yindagi elqi xatni to'jiklab yogib, bo'yi g'ulchilik teri qopchiqqa avaylab soldi. Qopchiqni kaptarning putiga bir tal mash jip bilan mahkam chaldi. O'sh ketdi. Ildan beri eshon parimga xabar yetkiz. Deb pichirdi Idrisbek ko'k qarda bara-bara ko'zdan g'oyib bo'layotgan ko'k kaptaga qarab. Qashqar. Hidoyatullo eshon qasri. Digar namoziga ta'rat ilish uchun tamshilib turgan Hidoyatullo eshon xutbxonasining panjarasi oldiga o'gizi bo'yi egizlikda o'rnatib qo'ygan qog'ozga kelib qo'ngan kaptarni ko'rib, xo'shalligidan liq suv to'ldirilgan evriqni tashlab etdi. Yesh bo'lgan ishton beg'ini chigishkim ulgurmay, bir qo'lda ishtinni tutguncha xutbxonasi tarafga yugurdi. "Hey, qaysi bu?" Eshonning to'lig'ini anglab, supa ustida ezilib yotgan Molla Naqi xalifa yugurib chiqdi. "Rabbay, nima tikrimdan qandoq topshirig'i bor ekan?" "Qarsila xalifa, poq ko'z qaytib keldi," dedi eshon qog'ozdagi ko'k kaplarni ko'rsatib. "Darhol apchisizlar." "Xo'sh." Molla Naqi nagidur yo'qilib, birdamda o'ng qo'liga qapoqni, so'l qo'liga bir siqim terixni elib paydo bo'ldi. Qapoqni shaqqildatgach, terixni yerga chechib turib, ko'k kaplarni qisqardi. "Ya. Ko'k kaptar bir necha daqiqa ishkirinib turgandan keyin qog'ozdan yerga tushdi. Avval yerdagi chechilgan terixni yedi. Ondan o'rkinayla Molla Naqining bilikiga qo'nib, olqonlaridagi terixni cho'qib yeyishga boshladi. Molla Naqi qo'ldagi terix tugigicha kutib turgandan keyin kaptarni o'ng qo'lda avaylab tutdi. Putidagi mash dip bilan mahkam chigilgan teri qopchiqni yeyishib olib, Hidoyatullo eshonga uzatdi. Eshon teri qopchiq ichidagi xatga ko'z yugurtib, rozimanlik bilan kuldi. "Meni baboyi buzurgimizning pok ruhiyatlari qo'llayotgan o'xshaydi. İnşallah maqsadlarimiz atugin ichida ro'yobga chiqadi." Eshon xatga nima yozilganligini bilolmay turgan Molla Naqiga qarab, gapini davomlashtirdi. "Pok ko'zga donsini ko'proq berib, yaxshiroq boqayli xalifa." Eshon peshin namozini o'tashni unutib, xutbxonaga kirdi. Aldirash xat yozishga kirishdi. Zatul Aqtab murtum bo'lmish g'oyib yulduz janoblari. Chorbozchi mehmonni muvofiq manzilda obdan kutib olg'aymiz. Ostona va o'rda o'zlariga omonat, inshaalloh. Pot yaqinda g'albi nusratlarimizni tabriklab, taxt o'zra barqaror bo'lg'aymiz. Ostondagi barliq murtil hidoyatchi yoronlar taxt bo'lib to'g'ay.
Sultanul Muhaqqindir. Eshon birinchi parcha xatni bir qo'l o'qib chiqqandan keyin ikkinchi parcha xatni yozishga kirishdi. Yenisar diyoridagi hijobul g'ayb bo'lmish bahodir g'ozilari Ostondan kelgan 7 nafar chorvozchi mehmonni yopgandan o'tkazmay halqum tig' yoki zo'qimjon qilib kutib olgaysizda. Farmon betaxir va qat'iy o'rindalg'ay. Musibat xabaringlarni kutib Sultanul Muhaqqininglardi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon ikki parcha xatni yozib bo'lgandan keyin inchki yo'gab teri xaltiga qochiladi. Tong sahar Hidoyatulloh Eshon qasrdan ushgan ikki kaptar ikki parcha xatni elib hayt hoytigacha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kaptar orqali xat xabar yetkazish yakan Saidiya xonligi davrida xilal umumlashgan ish edi. Kaptarlardan yolg'iz Xon Sulton Amir Baglarni foydalanib jiddiy ma'lumot xabarlarni yetkazib qolmasdan oddiy xalqmi yirik yaqindagi urug' tuqqanlar ora kaptarlar orqali xat xabar qilishardi. Bo'ybas cho'ng, uchishqa, usuzlikqa, ochliqqa chidashlik, lochin, burkut, sar qatorliq kushandalarga osonlikcha bo'y bermaydigan bunday xabarchi kaptarlarning yaxshi o'rgatilganlari odamdagi aqlliq, sur'ati tez edi. Hidoyatulloh Eshonmi har qaysi yurt bagliklardagi xalifa, so'lik mas'ullari va hijobul g'ayiblar bilan kaptarlar orqali aloqalashib turardi. Jiddiy buyruq, suiqasdlik planlarini kaptarlar orqali yetkazadi. Mana bugun tong saharda Eshon qasridan ushgan kaptarlarning biri Ostonaga, Mirza Idrisbek qasriga qarab ushdi. Yana biri Qo'zichush mahal bilan Yenisar qal'asidagi sirtdan ancha hashamatli ko'rinadigan bir qo'rg'u tushdi. Peshayvon ostidagi supida xo'rak uxlayotgan o'ng mag'zida ro'shan tortiqi kak soqolliq odamning maydisiga qo'nib bir nechini o'ldirdi. Tortiq cho'chib ko'zini ochdi. Kaptarni avoylab tutdi. Putidagi teri qopchiqni yeshib olib, kaptarni o'zidagi qomga so'lab qo'ydi. Ondan bir changal teri chechib berdi. U o'zida turibla xatni bir qo'r o'qib chiqdi. Xat bilan teri qopchiqni qo'yniga selib, o'yinning eshigini taqib, sirtqa oldirish yurib ketdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Yenisardagi avomning ohuzlari bu yurtni xufiyona orlagan Sulton Ismoilxonni xilil beoram qildi. So'lki ishqiya yo'lini tutgan Yenisarning hokimligi bu yurtdagi murtul hidoyatchilarni qonat ostiga olib, so'lki Ishoqiya murtlarini turli bahona sabablar bilan jazolab, mol mulklarini tortib olib, xoni vayron qilgandan boshqa Selikdan mustasna oddiy avomni qonqirib qaqshatgan edi. Aslida suyiqis, tuprog'i sho'rliq va unumsiz yurtda suning beshi. Yerning yaxshilari so'lki ishqiya murtlarining qo'liga markazlashib qolgan edi. Garchi so'lki ishqiya murtlaridan olg'in seliqni kechirim qilish yorlig'i butkul Saidiya tasarrufida allaqachon amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, lekin Yenisarda texichira ijro qilinayotdi. Hokimlarning kuchlik homiyligiga erishgan Yenisardagi murtil hidoyatchilar turli zo'rliq vositalar bilan yerning munbatlarini, bog'-barongning eng unumlikini qo'liga kirgizib olgan bo'lsa-mu, xonlik olgan seliqlarni topshirmaydi. Fuqarochilik majburiyatlarini o'tashdan butunlay mustasno edi. Ammo so'lki Ishoqiya murtlari va so'likdan mustasno avom kasblar, tijoratchilar, savdogarlar, hunarvanlar, dehqonlar ilgirkidan necha barobar ig'ir olg'on siliq topshirishga, fuqarochilik majburiyatlari o'tashga majbur edi. Bu tangsizlikni o'z ko'zi bilan ko'rgan Sulton Ismoilxon o'rdadagi chig'ida mushu xususda kelgan arz shikoyatlar, ma'lumotlarga ancha e'tibor qilmaganlikdan to'limi o'kindi. Saltanatga sadoqatsiz, nafsoniyatchi bir riyokarni bu yurtga hokimlik qo'yganligidan ko'p pushaymay edi. G'azabiga paylamay mahkamaga besib kirib hokimlikning mansab martabasini elib tashlashga niyat qilgan bo'lsa-mu,
Lekin Mirza Amir Kabir Mirza Boboqbek uni to'sib qo'ydi. Ochiqlarga haybaslar ona hazratdan, dedi Mirza Boboqbek. Sizlar hozir Saidiya saltanatining xoni sultoni emas, balkim bir oddiy charbozorchi. Uning ustiga atrofimizda tuzuk qo'riqchi lashkarlarmi yo'q. Og'limadiz Yangisar hokimining niyati bozilib qolsa, uning 5000 dan ortiq lashkariga biz yettimiz hargizmi teng olmaymiz. Yangisarning hokimligi to'limi qorniyat odamdek qiladi. O oliylarining oddiy bir charbozorchi qiyofatida Yangisarda paydo bo'lganligini anglasa, niyati bozilib qasd qilishi mumkin. Shunga har ehtimolga qarshi ehtiyot qilmoqimiz, salohiyatimizni xufiyona tutishimiz lozim. Qashqarga sog' salomat berib olgandan keyin Qashqar amri Mirza Haydar Davlati janoblari orqali Qashqarga chaqirtib kelib, mansab qo'lasini elib tashlab, jasaq tortsinmi kechikmaydilar. Bilqut xazinasi. Shunda Amir Kabir janoblarining so'zlari yo'lliq, dedi Maliki Muhtaram xonimmi nasihat qilib. O'zini besiva g'ayla xonata. Qashqarga borgandan keyin Mirza Haydar Davlatining qo'l ostidagi Qashqar lashkarlaridan mingni oriyat elib tasila. O'zim Yangisarga lashkar boshlab kelib, bu munofiq amirni o'z qo'lim bilan bog'lab oldinlarga akelgayman. Undaq bo'lsa, bugun Qashqarga boraylik, dedi Sulton Ismoilxon ularning nasihatini qabul qilib. Mantiqi har qaysi yurt oymoqlardagi amir baylarimni saltanatga sodiq, pok diyonatlik deb o'ylab xotirjam yuriyveribdiman. Kim biladi, bundoq riyokor amirlardan yana nafsi borligini. Ostoniga qaytgandan keyin har qaysi yurt baylarga bir turkum amirlarni xufiyona avatib, amir baylarning ahvolini eglayman. Ra'iyatni qong'ir qoqchatgan, saltanatga sadoqatsizlik qilgan nafsoniyatchi amildorlarga qilchilik yuz xotir qilmayman. Shunda qilib, ular qo'l tush bilan Yangisardan ayrilib Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Sulton Ismoilxonning kayfiyati yaxshi bo'lmaganligi uchun yo'l bo'yi ortiqcha gap so'z qilishmadi. Yangisardan chiqqandan beri bizni birov orqamizdan xufiyona kuzatib kelayotgandek bilinyotdi, dedi Seyitla qishlog'idan o'tgandan keyin Malika Muhtaram xonim atrofiga ehtiyotchilik bilan nazar tashladi. Balki ziyoda gumondor bo'lib qolgansiz, Malika, dedi Sulton Ismoilxon beparvolik bilan. Bizni Yangisarda hech kim to'lmaydigan bo'lsa, nima sababdan orqamizga odam tusha? Oldimizdagi yo'l Yapchang'i bog'icha yurt mahalladan xoli jangallar. Har holda ehtiyot qilmog'imiz zarur, dedi Mirza Boboqbek va o'zlariga o'xshash chor bozorchi qiyofatida yasinib olgan 4 nafar qo'riqchi yigitga amr qildi. Qurol yaroqlaringlarni taxlab, atrofni puxta kuzatmoqaysizlar. 4 nafar qo'riqchi yigit Harvidagi mollarni orsiga yo'shirib qo'ygan qilich nayzalarini qo'llariga ilib oldi. Malika Muhtaram xonimmi nayzisini qora tulparning egriga qonjuqlab, o'qiyasini bo'yniga isib oldi. Ochiq oshkora qurol ko'tarib maqsaq, yo'lovchilarni cho'chitib qo'yamizmi-ki? dedi Sulton Ismoilxon ancha yoqtirmay. Hech vaqasi yo'q xonata, xotirjam bo'lg'ay. Yo'lovchilar qurol yaroqlarimizni ko'rsa, balkim bu jangalda o'g'layotganlar o'xshaydi deb qilishi mumkin. Loyiq ko'rsa, xon otamni o'qiyasini esib olg'ay. Bo'ldilar. Men qurol ko'tarib yurmay. To'g'ri, yo'lg'un qoplagan jangal yo'li tugab, endi pakar qum do'nglarga duch kelgan edi. Oldimizdagi egiz do'nglikda bir odam bizni kuzatayotganini qildi, dedi Malika Muhtaram xonim egizarak bir do'nglikni ko'rsatdi. Sulton Ismoilxon cho'ndoqli qarorda eransizlik bilan javob berdi. Ortiqcha vahim paydo qilma, Malika. O balki mol beqiyotgan cho'pondir.
cho'ponga mol chorvalarini bo'ri qovondan muhofazat qilmay shuncha egiz dov ustida nimba xonata. Har holda beyiq turib qolmayli, dedi Malika muhtaram qari. Sizlar qo'linglarga o'qiyaylar. O'qni ko'proq ilmishni unutib qolmanglar. Navoda biror kelishmaslikka uchrab, ko'proq odam yo'liqib qolsa, yerasini o'qiya yetib taqobil turgunimiz yaxshi. Yovga yerasini taqobil turishda o'qiya bak asqatadi. Ular yana ikki dongdan eshib, bir o'ymonlikka yetib kelganda, tuyuqsiz oldi tarafdan 20 ga yaqin bir to'p odam so'ran cho'qon selishqincha chiqib keldi. Udul ularga qarab tashlandi. Ularning hammasi qo'llariga qilich ilib olgan bo'lib, qora ranglik mato bilan ko'zini o'ch qo'yib, bosh qismini o'rib olishgan edi. "Apla, hijobul g'ayiblar", dedi Mirza Boboboy shundoqla qarab vahima bilan. "Biz suiqasdchilarning do'sturmisiga uchrabdik. Tantirmanglar", dedi Malika muhtaram xonim o'zini besib olgan holda o'qni yoning kirichiga besib tortib turib. "Hammalar o'qiyaringlarni batlab taq bo'lib turinglar. Ular oldiga yana 50 qadam borgandan keyin yo o'qi bilan taqobil turamiz." Sultan Ismoilxon bilan Mirza Boboboyga Malika muhtaram xonimning buyrug'iga itoat qilib, darhol Harvoddan o'qiyanlarni elishdi. Qosh bilan kirpik oralig'idagi jiddiy paytda ular o'zlariga endi 15-16 yoshlarga kirib qolgan bir qizning qo'mondonlik qilayotganligini zinhor asga elishmagan edi. "Aytinglar", dedi Malika birinchi boy boshaqni yoddan o'zib turib. Shu hamon qolgan 6 o'qiyodimni orqa-orqadan o'q uzdi. Sirhayi bilan yopirilib kelayotgan yovning uchi o'qiya zarbasidan orqasiga uchib tushdi. Lekin qolganlari yanala oldiga qarab etilib kelmoqda edi. Ularning ortidagi baslik biri bor ovoz bilan varqirab qo'mondonlik qilyotdi. "Tarqib qo'shinglar, bu murtatlarni! O'lsak shahid bo'lamiz, hayot qolsak g'ozi! Hurra!" Malika muhtaram xonim o'qdandan chaqqonlik bilan boshaq sug'urib chaqmoq tezligida kirish tortib otadi. Otgan har bir o'qi zoyi ketmaydi. Hayt hut degicha ijobul g'ayiblarning 4 odami qoldi. Ammo shu paytda ular bilan bo'lgan orliq 20 necha qadamni qolgan bo'lib, o'qiya bilan taqobil turish beat bo'lib qolgan edi. "Biringlar xononligini qo'ldinglar, qolganinglar otlinglar!" Malika shundoq dedi-da, o'qiyasini chaqqonlik bilan egarning qo'sh beshiga esib, nayfsini qo'liga oldi. Dushmanning yo'lboshchisiga qarab otdi. 4 nafar qo'riqchi, biri 100 nafar lashkarga tetug'chiligi va jangbozlik mahorati yuqori bahodirlardan edi. Bu otliq bahodirlarga tang kelolmaydiganligi ko'z yetgan ijobul g'ayiblar darhol jinini yoqiga olib ketishga boshladi. Malika muhtaram xonim otning oldiga chiqib qolgan birining yiliga shiddat bilan nayzi sanjidida shaqqida o'qiyasini qo'liga olib, jinining berchi ketayotgan yo'lboshchisining putini nishonlab o'q uzdi. Vingildab uchib kelgan o'q uning putining dal bo'jin go'shiga sanchildi. Oldiga mo'lloq tushdi. Yana tikirlab o'rnidan turib qochmoqchi bo'ldi. Chaqmoq tezligida ot choptirib yetib kelgan Malika uning do'lisini nishonlab nayzi urdi. Tog' zarbasiga bardoshlik berolmagan dushman echinishlik vaqirib etdi. Uningcha yovni to'liq qirib tashlagan qo'riqchi yigitlar ot choptirib yetib keldi. "Buni döyizni xon otamga kashga opiringlar", dedi Malika ularga qarab. Yigitlar otdan tushib yaralangan odamni so'ragunicha Sulton Ismoilxonning oldiga kelib tashladi. "Yuzini o'rib olgan latini evitinglar." Yigitlar uning yuzidagi latini elib etdi, o'ng mag'zidagi tortiqi mana menda deb chiqib qoldi. "Sen kim? Nima uchun bizni qaslamoqchi bo'lsa?" dedi Mirza Boboboy so'roq qilib. Biz yo'l to'sib tirikchilik qilgan qaroqchilar", dedi Tartuq muddaosini yo'shirib. "Yolg'on so'zlama", dedi Mirza Boboboy. "Qaroqchi degan oldirib jonga zamon bo'lmaydi. Qaroqchi bo'lsang, ajab bizning mol dunyo so'rmay, qilish yalang'ochlab kelding-ku amsa." "Texi
Hamrolarni o'lsak shahid, tirik qolsak g'ozi bo'lamiz deb kishkirtding bu, dedi Malika muhtaram. Ita, sen mol dunyo qaslamay, jon qaslaydigan qanday qarashsiz edi? Tartuq chaqqonlik bilan so'l qo'lini bo'yniga selib, kichik bolaning mo'shtomichilik bir nasval qapoqni oldida qapoqning og'zini tishi bilan echib, qapoqning ichidagi narsani og'ziga qo'ydi. Ko'zni yumib ochqichlik oraliqda yuz bergan bu ishni to'sishda hech kim ulgurmadi. Qapoqni tortib olinglar, dedi Mirza Bobobek oldirab dedi. Yigitlardan biri Tartuqning qo'lidagi qapoqni tortib olib bo'g'icha, u qapoqdagi so'yiqni og'ziga qo'yib ulgurgan edi. Daqiqa o'tmayla Tartuq jon talishib tepchakladi. Og'zidan avval bo'juldab ko'pik yandi. Keyin quloq burunlaridan qon ketdi. Ko'zlari sirtqa po'ltib chiqib qoldi. O'tkir zahar uning jonini tezla olgan edi. Apla, ajab behud qilibdi-ku, dedi Mirza Bobobek afsuslangan holda. Og'zidan ikki yig'ib gap ololmaganimiz yomon bo'ldi bu devizning, dedi Malika muhtaram xonim. Bizni qandoq sezib qolganda bo'la? Kimning odamlari bo'ldi? Kimdir bizni qaslashga buyurganda bizni. Aman qolganimizga shukr, dedi tatirib ketgan Sulton Ismoilxon. Bularni mo'shundoq tashlab qo'yib ketsak, musulmonlarchilik to'g'ri kelmas. Har holda ko'mib qo'yib ondan yo'lga chiqayli. Uning qo'ynini oqtirib taqinglar, dedi Mirza Bobobek nemindir xiyoldan o'tkazgandan keyin. Balki biror belgi nishon tepilib qolar. Yigitlar uning qo'ynidan kichikkina bir teri qopchiqni topdi-da Mirza Bobobekka tanladi. Kaptarning putugi tongdan qopchiqga, dedi Mirza Bobobek qopchiqni qo'liga olib. Ichida bir nim boda qilamni nima? Mirza Bobobek qopchiqning ichidan inchga yo'galgan bir tal qog'ozni sug'urib oldi-da, shundoqli ko'z yugurtib cho'chib ketdi. Ya Hazrat, bizning ostondan yoshirin chiqqanligimizni, chorbozorchi siyoqida yosinib olganligimizni qandoq bilib olgan bo'g'iti bu murtad eshon. Nima dedilar Amir Kabirata? Dedi Malika muhtaram xonim Mirza Bobobekning gapini tushunmay. Xatni o'qisangiz bilasiz Malika. Tova, bu qandoq ishandi? Dedi xatga shundoqli ko'z yugurtgan Malikami hayronligini yo'shira olmay. Seni ko'rib baqsizlar xonatda. Sulton Ismoilxon xat ko'z yugurtida taajjub ilkidi so'radi. Sultonul Muhaqqin degan kim u? Bu nihoyatda tushunishli hazratim, dedi Mirza Bobobek. Saidga tasarrufimizda o'zini Sultonul Muhaqqin deb atib olgan odamdan faqat birili bor. U bo'lsa Xo'ja Hidoyatulloh eshondir. Sulton Ismoilxon cho'chib ketdi. Xo'ja Hidoyatulloh eshon? Shundoq qibligahim. Chunki ishqiyachilarga tushirgan kashirum nomini bekor qilganliklari hamda sulh targ'ibotini qattiq cheklaganligi sababli ular riyokor eshon mushu usul bilan qisos olmoqchi bo'lgan. Xudo saqlab, bu suiqasd amalga oshmadi. Aslida Ostona rasullarda targ'ibot elib qolgan so'pi darvishlarning Hidoyatulloh eshonni ko'kka ko'tarib, xon otamdan yuqori o'rinda qo'yishi, teki xon otamni eshonga saltanatni o'tnib bermoqchi deb fitna tarqitishi bekor emaskanda, dedi Malika muhtaram xonim g'azablangan holda. Xat munofiq. Riyokor eshonni Qashqarga beribla o'z qo'lim bilan halqumti qilmaygan bo'lsa. Anglavatninglar Beliqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qashqar Amir mahkamasi. Noshtadan keyin Qashqar amiri Mirza Haydar Dog'loti va Mirza Bobobek
Maliki muhtaram xonimlarning hamrohligida Amir divoniga kirib kelgan Sulton Ismoil xonni Bomdoddan yenibla mahkamaga kelib saqlab turgan Qashqarning qalamdor va alamdor amirlari durrida o'rnidan turishib qarshi oldi. Assalomu alaykum qadrigahim. Va alaykum assalom. dedi Ismoil xon amirlarning sonini elgan. Sulton Ismoil xon saroyning to'r tarafidagi 3 poylik shoh supidagi ustiga qoplon terisi silingan ko'risga berib o'tirib bo'lgandan keyin amirlar yana qaytadan ahvol so'rashdi. Bugun Amir mahkamasining katta saroyiga jam bo'lgan Qashqarning cho'ng kichik amir beglari o'zlarining bo'yincha saharda chillab kelinganligini bilmay taajjublangan. Shundaqla Sulton Ismoil xonning tunigun kech Qashqarga tuyuqsiz yetib kelganligini anglab dargumanda qilishgan edi. Ular saroyga kirib kelgan Sulton Ismoil xonni ko'rganda bo'lsa, ham hayron qolishdi, ham hudiqdi. Xuddi tunigun digar vaqti bilan osmondan tushgandek paydo bo'lgan sultonni Ismoil xonni ko'rgan Mirza Haydar Dog'lat deb cho'ng baglarmi hayron bo'ldi. Sulton Ismoil xonning hasham dovdug'siz Qashqarda paydo bo'lib qolishi ularni necha haslik gumon va sarosimga selib qo'ygan edi. Qashqar amirlarining ko'pinchisi Sulton Ismoil xon bilan tunji qatim ko'rishgan bo'lg'achqa, xonning oldida o'zlarini qandoq tutishni bilmay, qo'llari kalvolashgan. His tuyg'ulari qalaymiqallashgan edi. Xonning chiroyiga qarashga jur'at qilolmay, beshini to'van selishgan edi. Shahzoda Yo'lbosxon zamonasida xon o'rdasidagi shohinshindan qilishmoqdek katta yasalib, hashamatlik bezalgan bu saroyni so'r bosgan edi. Tunigungi suiqasddan omon qolgan Sulton Ismoil xonning texichilik qopqi ichilmagan bo'lib, chiroyi to'limi so'rlik ko'rinadi. Erkin ozoda nafas elishgan petnamay, qo'l bog'lagan pet texichilik o'ri turishgan amir beylarga Sulton Ismoil xon o'tirishga ijozat berdi. Janobi amir beylarga ijozat. Qadrigahimning himmatiga hashqalla. Amirlar o'zlarining o'rinlarini tepishib, aymin varaq o'tirishdi. Ol sultonul muhaqqim bo'lmish Xo'ja Hidoyatulloh Eshon dargohiga chaparman nondirdingizmi, amir? So'rada Sulton Ismoil xon texichilik o'tirishga petnamay o'ri turgan Mirza Haydar Dog'latiga qarab. Qadrigahimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Haydar Dog'lati beshini to'van deyib. Yoshibek Bomdoddan yenibla farmon topshirib olgan. Kelar muhulti bo'ldi. Sulton Ismoil xon ko'zlarini yerim yumg'unicha yana jimjit o'tirdi. Turqidan kallasining to'limi chegish, zidiyatlik xiyollar bilan to'lib ketganligini bilib olmoq ancha qiyin emas edi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning ismini anglagan Qashqarning amir beglari Sulton Ismoil xonning Qashqarga tuyuqsiz paydo bo'lishi bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni Yoshibek orqali chaqirishning biror munosabati borligini faraz qilishib, bir-biriga ko'zining qo'yrig'ida qarshib oldi. Amirlarning orsidagi so'rki ishqiya murtlari bo'lsa, biror balo qazoning shapsini sezgandek yuraklari ansiz so'qishga boshladi. Shu asnoda saroyning qo'sh qanotlik naqshlik eshik tubida beshiga oppoq salla, uchisiga tegi oq, chig' yo'lliq shoyi yakta kiyib olgan Hidoyatulloh Eshonning gavdasi ko'rindi. Uning orqasidan Yoshibega kelib o'tdi. O'zini xotirjam tutishga tirishayotgan bo'lsa-mu, chiroyidan ko'ngilning xotirjam emasligi chiqib turgan Hidoyatulloh Eshon to'rdagi hashamatlik ko'risda so'r hayvi bilan o'tirgan Sulton Ismoil xonni ko'rib qattiq cho'chib ketdi. Yuragi omburda qisqandek seyrqirab, vujudini xuddi kalkundek besib kelgan bir vahima qo'llarida jon didorini qo'ymadi. Paloqqida yiqilib tushdan o'zini aron-aron tutib turdi. Eshon Sulton Ismoil xonning texichilik hayot turganligini ko'rib, o'zining cho'ng bir balo qazoga duch kelganligini darhol tushundi. Xabarchi kaptar, shu tunigun qaytib kelmoqda. Qandoqsiz omon qolganda bu dahri yoki hijobi g'ayblar qo'l silib bo'g'icha quyruq tutqizmay yapjandan o'tib olgan bo'lar. Eshon ko'zlarini Sulton Ismoil xonning so'g'uq nur chaqnab turgan ko'zlaridan aqtichib turib salom berdi.
Assalomu alaykum, xonu xoqon onilari. İsmailxon Eshonning salimiga sovuq bir nazar tashlash bilan kifoyalandi. Salimi ilik ilinmagan Eshonning vujudiga yana bir hassi vahim bo'lashdi. İcabul g'ayiblar bilan tutishibdi. Bularni orolli 7 odam degan emasmidi? Qandaqsiga omon qolganda, ahvolning tegi-taktini bilib qolmaganda. Mumkin emas. İcabul g'ayiblarim hargiz iqro qilmaydi. Balkim mendan gumonlanganda Mirza Boboy degan murtadning ko'zidan hech nima qechib qutulmaydi. Aşu osim munofiq xonning gumonini menga burg'an gap. Yaptire. O Dajjal malikining menga tikilgan ko'zlari nimoncha adovatlik. Maylilar. Ancha kim gumon bilan nima qila oladi? Tinib olaman. Allohni, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni, Chahariyarni, Kalamulluni, Qutbul Axtobliqimni, Pare Buzulligimni shib keltirib qasam ichaman. Texi qanlashib qolsa, bu ishni qori musulmon Soqiyachi murtad Maxtumzodlarga döngab qo'yib qutulib ketishim mumkin. Ey karamatulloh katibin Boboy buzurkim, Mazar podshohi padarim, menga madad qilgaysizlar. Qibligahimizning muborak poyi qadamlarining azizona Qashqar diyoriga yetganligidan bexabar qoldik. Dedi bir oz esini yiqqan Hidoyatulloh Eshon yog'limi tilni ishqisib. Amir Mirza Haydar Davlati janoblari xabar berayotgan bo'lsa, oldinlarga istiqbolga chiqar ekanmiz. Sultonul Muhaqqim bo'lmish Hazratimning kashfu karomatlari 18 ming olamning sir asrorlarini bilib turiblik. Bu ishdan bexabar qolganiga hayronman. Dedi Sultan Ismoilxon chiroyini o'zgartmay. Xonning ikki bisliq so'zlaridan damonliqi biror ma'noni his qilolmagan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon xonning o'zini Sultonul Muhaqqin deb ataganligidan bir oz xotirjam bo'lib, yana so'zini davomlashtirdi. Biz gerçi Sultanul Muhaqqin veliyullah bo'lsaqmi, 18 ming olamning sir asrorlarini tamomiy bilib turishga yana ojizmiz. Shu topda Ana Hazratimning obdatlik jamolini ko'rib turganligimizdan cheksiz baxtiyorlik his qilsaqmi, ammo oldinlarga chiqib istiqbol beja keltirmaganligimizdan ko'p afsuslanmoqdamiz. Eshonning hech nimani bilmagan qiyofatga kirib olib, hadab so'z o'yinchisidan bezor bo'lgan Malika Muhtaram xonim g'azabini besib olmay chachirab o'rnadi. Eshon hazratlarining nimadan afsuslanayotganligi shu topda o'ziga ayon. Oldimizga avatgan hijobul g'ayblari nihoyatda yaxshi istiqbol beja keltirdi. Ammo paxtaning orasida o't saqlab turishga qodir qudratli cheksiz egan buyurmagan ekan. Aman qoldik. Eshonni yana bir qitim sur bosdi. Atdigandila Amir mahkamasiga taklif qilib kelgan yot shibigini ko'rib, tunigundan beri qaytib kelmagan xabarchi kaptarning yo'liga talmirib, har xil xiyollar bilan tuzuk orom olamagan Hidoyatulloh Eshonning arvohi 40 gaz ushgan edi. Odatda Amir mahkamasiga taklif qilinsa, mahkama bekovuldigi yoki uning o'rin bosari hech bo'lmaganda Amir mahkamasining choparmanlari izzat ikrom bilan taklifnoma elib chiqardi. Bugun bu taklif to'limi g'alit edi. Xos o'g'ri qaroqchilar bilan hapilashgan Qashqarning omonlik ishlariga mas'ul yot shibiga hech qanday hurmat ehtiromsizlar Eshonni Amir mahkamasiga taklif qilib, hozirli yo'lga chiqishni talab qilib, miqdek qarab turardi. Uning to'liq qurollangan 100 nafar navkari Eshon qasrining oldida bo'tda qaytib turardi. Ishtonga chiqqan ko'ngliga tayin degandek, aslida ko'nglida jin bor Eshon yot shibigini ko'ribla sarosimaga tushgan. Sulton Ismoilxonning qatlash planining amalga oshmaganligini sezgan edi. Mana endi Malika Muhtaram xonimning so'zlarini anglab, suiqasdini Sulton Ismoilxonning to'liq bilib qolganligini his qildi. Shundaqdimi, hiylagarlik bilan ergashdi.
Maliki Muhtaram Selimning bundoq deyishidagi muddaosi nima ekan? Muddao ochiq, dedi Eshonning chiroyi ifodasini kuzatib turgan Mirza Boboboy so'z edi. Tanigan Sebitlar bilan Paychan orlig'idagi cho'lda qotillarning hujumiga uchragan bo'lsaqmi, Allohning inoyati bilan omon qoldik. Bu ishlar hazratimga ancha sir bo'lmas kerak deb o'ylayman. Tuhmatxo'rlikni Allohmi kechirmaydi, dedi Eshon ko'kamilik bilan chiqqanshib va Sulton Ismoilxonga qarab so'zladi. Dahati adolat rahim, birov ko'ngil nizo adolatlarni bahona qilib tuhmat chaplayotdi. Bu ish adolat taxtining sultoni bo'lmish ona hazratimning shon shuhratiga nuqson yetkazdi. Hazratim, ortiqcha iztirobda bo'lmay, dedi Sulton Ismoilxon Eshonga nuqta tikilib turib. Shuni bilgim keldi. Buyuk Saidiya tasarrufida ahli sulh peshvolardan janoblardan bo'lak yana bir Sultonul Muhaqqin bormi? Albatta yo'qdir. Sultonul Muhaqqinlik maqomiga yetish faqat bizlarkin saodatman shunki ishqiya pir azamga nisib bo'lgandi, dedi Sulton Ismoilxonning maqsadini tushunmagan Hidoyatulloh Eshon o'zini ko'rsatishga oldirab qo'ydi. Undaqda Yenisardagi hijobul g'ayblarga avatgan mono farmonni janobi Sulton Muhaqqinning yozganligidan zinhor gumonlanmasa qo'g'irek. Sulton Ismoilxon shundoq dedi-da, tortiqning qo'ynidan tepib olgan teri qopchiqni Eshonga ko'rsatdi. Teri qopchiqni ko'rgan Eshon yog'ochdek qetib qoldi. Ushbu farmonni janobi Sultonul Muhaqqin o'z ko'zi bilan ko'rib boqay, dedi Sulton Ismoilxon bir chetda qarab turgan o'daychiga teri qopchiqni tanlab. O'daychi teri qopchiqni xonning qo'lidan ehtirom bilan oldida Hidoyatulloh Eshonning oldiga kelib to'xtadi. "Qani, echib ko'rib boqsizlar, hazratim." Eshon teri qopchiqning ichidagi xatni titrab turgan qo'llari bilan tasta oldida ko'zlarini chimildatganicha nazar tashladi. Shu daqiqada uning butkul badanidan yomg'irdak qor ter to'kiladi. Adolat panohim, mening nomimda yozilgan bu farmon birovlarning oldin planlagan suiqasdidir, dedi Eshon zorin. Olimlari bu ishni savrchanlik bilan tahqiq qilib ko'rgaylar. Bu chog'da o'rnidan turib so'zlashga og'zini o'malagan Mirza Haydar Davlatini Sulton Ismoilxon sharat qilib to'xtatib oldi-da, Eshondan so'radi. Ondaqda Esila hazrati, bu kimlarning planlagan suiqasdidir? Bilguchi Allah, dedi Eshon texmo bek ushuqliq qilib. Ammo sulki ishoqiyatlardan gumonim bordir. Chunki ular menkim sulki ishqiya peshvasini har qachon qaslab keldi. Sulton Ismoilxon xotirjamlik bilan yana so'radi. Eshon hazratlari unutqanmisiz-ki? Tunigun shum ajal qo'yindan ming bir jafoda qutulib qolgani, sulki ishqiya peshvasi Sultonul Muhaqqin janoblari bo'lmasdan, balki men va mening hamrohlarimdir. Onu hazratim sulki ishoqiyaga irodat qilganligi uchun o'z yoralaridan zinhor gumonlanmaydiganligi bizga ayon. Eshon amdi Sulton Ismoilxonga hujum qilishga boshladi. Agar bu suiqasdni bizni qildi deb gumonlanib o'g'il qilaman desalar, biror dalil isbot ko'rsatishlari kerak. Bo'lmasa zinhor qoyil bo'lmayman. Navoda zulm qilaman desalar, men tayyor. Shu sababli o'tkazgan gunohi kabirlarini yaratgan Alloh egam hargiz kechirmaydi. Sulton Ismoilxon endi so'zlaslar deganni qilib Mirza Haydar Davlatiga qarab qo'ydi. Hazratimga dalil isbot kerak bo'lsa, o'g'li, dedi Mirza Haydar Davlati qo'ynidan bir parcha xatni chiqardi. Mana bu Eshon hazratimning menga yozgan maktubi. Maktubdagi xat bilan teri qopchiqdagi farmonning xatini selishtirib ko'rib boqaylar.
Mirza Haydar Doğlati xatni akilib Eshonga tangladi. Eshonning burni sarg'ayib, ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Madad tilab atrofga alanglab qaradi. Eshonga qo'l berib, sulki ishqiya yo'lni tutgan bir qism amirlarning qo'rqinishdan jon imoni chiqib ketgan edi. Eshonning jaloqlab titrab turgan vujudida qo'lni uzitib xatni og'idek majoli qolmagan edi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lanining Jallat Xinim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anglashimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilipi, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi